qarz ahdi. Eng ko'p ahdlardan. Birov keladi sizdan, bir haftaga berib turing, bir oyga berib turing. Bir haftaga deb oladi, bir hafta tugul, bir oy, bir yilda ham haligi daragi bo'lmaydi. Ba'zi insonlar borki, bir boyroq kishidan qarz olsa, nima deydi? Buni puli ko'p deydi. Beraman-da deydi. Buni puli ko'p, vaqt kelganda beraman-da deb qo'yadi. U muhtoj emas-ku deydi. Lekin bir haftada ketirib beraman degan va'da qilgan. U va'da nafaqat bu insonga, balki Alloh taologa ham bo'lyapti-ku. Alloh taolo ko'rib bilib turibdi-ku. Natijada mana shu ham va'dani buzishlikka kiradi. Qarzni cho'zishlik, ya'ni to'lashlik imkoniyati bo'la turib, qarzni ado etmaslik bu nima hisoblanadi? Zulm. Zulm eng og'ir gunoh. Hozir qiziq jamiyatga tushib qoldikki, aslida qarz insonni bir zaruriy hojatlarida olinadigan narsa-da. O'zi qarzni ko'p olmasi kerak. Imkon qadar qarz olmasi kerak. Qarz barakani o'chiradi. Qachon endi haqiqatan bir muhtoj holat bo'lganda, bugun nima bo'layapti? Qo'l telefonimiz bor, hamma imkoniyati bor, foydalanyapmiz, ehtiyojimizni qondiryapti, lekin shuni yangiroq markaz chiqib qolgan bo'lsa, nima qilyapmiz? Qarzga olyapmiz-a? Tasavvur qilyapsizmi? Yo avtoulov. Minib turibmiz, ehtiyojimizni qondiryapti. Yo yana yaxshirog'ini, pulingiz bo'lsa oling, lekin u qarz olib olinadigan narsa emas azizlar. Mana nima uchun biz keyin dodvoy qilib yuramiz? Ishim orqaga ketdi, topganimda baraka yo'q, unga bunga yelib yuguradi keyin. Aslida bizning kamchiligimiz shu joyda bo'lyapti. Qarzni ehtiyoj o'rnida emas, balki ortiqcha narsalar uchun olinyapti.